Bag'dod, Basra, Kufa, Nishopur, Balx, Marv, Asqalon, Homs va Ray kabi shaharlarni birma-bir aylanib, ilm ahllarini ziyorat qilgan. Minglab hadis olimlaridan hadis o'rganib, bizlarga yetkazgan. Payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi va sallamning muqaddas qabrlarini kechalari ziyorat etib, u qabr boshida muborak so'zlarni yozgan Imom Buxoriy hazratlaridan ham Alloh rozi bo'lsin. Imom Buxoriy hazratlarining ko'z nurini ayamasdan bu hadis kitoblarini bizga yetib kelishi uchun umrini sarflagan bu sharafli kitobga islomga zarar berish uchun aksariyat roviylari Isroiliyot bo'lganligi aniqlangan yolg'on so'zlar kiritilgan. Mana Buxoriy hadislarining asl kitobi. Bu esa hukmdorimiz yo'q qilishga buyruq bergan kitob. Endi adolatli hukmingizni boshqatdan ko'rib chiqishingizni iltimos qilaman. Vallohi, xalifa afandimiz islomga zarar kelmasligi uchun jonidan voz kechadi. Men bunga guvohman. Alloh u kunni menga ko'rsatsin. Mahshargohda ham shunga guvohlik beraman. Tahsin posham, avval yomon gumondaligimiz uchun buyuk Allohdan afv so'raymiz. Hukmdorimizdan esa ma'zur tutishlarini istaymiz. Hukmdorimiz sizga haqqini halol qildi. Alloh barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin inshaalloh. Amin. Gazetamizda sizlarning maqolangiz ham bosiladi.